Bugun sizlar bilan maktabgacha ta'limda STEM ta'lim texnologiyasini tatbiq etishda elektron ta'lim resurslaridan foydalanish mavzusida maktabgacha ta'lim STEM texnologiya fani bo'yicha sizlardan bugun seminar mavzusini olib boramiz. Bunda 3 ta reja asosida ish olib boramiz. Birinchi rejamiz multimedia vositalari, animatsiyalardan ta'lim jarayonida foydalanish, multimedianing texnik va dasturiy vositalari. Bugun hurmatli talabalar, sizlar bilan ko'rib chiqadigan metodlarimizni tanishtirib o'taman. Birinchisi Bliss so'rov metodi, ikkinchisi Wordwall platformasidan foydalanamiz, yanada Scratch platformasi orqali sizlar bilan animatsiya yaratamiz. Merge Edit platformasi orqali 3D formatini ishlab ko'ramiz. Yanada Dodecadr metodi, Pliket platformasi bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. Bliss so'rov metodi bu deganimiz, Bliss so'rov ingliz tilidan olingan bo'lib, Bliss qanday tushunchasi bor? Qani quyida qo'llanayotgan asosiy o'quv dasturlaridan biri hisoblanadi. Bu STEM ta'lim tizimi orqali bolalarda ayniqsa ma'lum bir fanlarni alohida emas, balki ularni integratsiya, birlashtirish orqali. Rahmat, Umida. Ikkinchi savolimiz STEM ta'limni maktabgacha ta'lim tizimida qo'llanishi. AQShda rivojlangan hisoblanadi. Ya'ni AQShda paydo bo'lib, bizgacha hozirgacha yetib kelgan. Dastlab u STEM texnologiyasida art qo'shimchasi bo'lmagan, STEM bo'lib rivojlangan, keyinchalik art, ya'ni san'at ham qo'shilib kelgan hisoblanadi. Hozirgi kunda bu STEM ta'lim texnologiyasidan Rossiya, Isroil, Istanbul kabi davlatlar keng miqyosda foydalanmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkiloti, maktablar va oliygohlar ham foydalanib kelmoqda. Endi hurmatli talabalar, diqqat bilan ekranga qaraymiz. Bugun reja asosida olib borganda birinchi rejamiz multimedia vositalari, animatsiyalardan ta'lim jarayonida foydalanishi. Multimedia atamasi lug'aviy ma'nosi inglizcha multimedia. Bu ikkita so'zning yig'indisidan tashkil topgan bo'lib, multi ko'p degani, media muhit ma'nosini anglatadi. Ishlovchi vositalar majmuasi tushuniladi. Multimediada bu maxsus texnologiya bo'lib, dasturiy va texnik moddiy ta'minot asosida kompyuterlarda bir vaqtning o'zida tasviriy axborotlarni tovushli va harakatli holda, ya'ni video filmlar, diafilmlarda jonlantirish imkoniyatini beradi. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun multimedia texnologiyasidan foydalanishda eng asosan maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik jihatlariga, yanada bolalarning yoshiga, kompyuter mashg'ulotlarining davomiyligiga, yanada materiallarning bolalarga mosligiga, materialning hajmi, materialning murakkablik darajasiga va ularning faollik darajalarini qarashimiz kerak bo'ladi. STEM texnologiyasi animatsiya yaratishda uchun bugungi kunda odatiy bo'lgan texnik vositalar kerak bo'ladi. Buning uchun bizlarga nimalar kerak bo'lar ekan? Raqamli kamera, ovoz yozish, animatsiya dasturlari bilan ta'minlangan kompyuterlar yoki bizlar uchun notebook kerak bo'lar ekan. Hozir sizlarga Wordwall platformasi orqali har bir guruhga savol tushadi. Hozir shuni tanlaysizlar va darsimizni davom ettiramiz. Bugun chaqirib kelganingizda ijodiy faoliyat qilish. Daqiqa beraman. O'zlari uchun ijodiy muhit yaratadilar. Ularda ssenariylar, operatorlar, aktyorlar bo'lishlari mumkin. Yana ular turli xil shu yaratgan ijodi orqali yaxshi muhitni yaratib, o'zlari orqali kichik muzokaralar o'tkazishadi, ya'ni muloqot almashadi. Buning asosiy foydali tomoni bolalarning kreativlikda, ya'ni ijodkorlikda rivojlanishga yordam beradi va yana ota-onalar bilan ishlashga ham
yaxshi katta ta'sir bergan multimedia texnologiyalari joriy an'anaviy texnologiyalarga ko'ra quyidagilardan foydalaniladi. Masalan, bolalarning psixologik jihatlari, bolalarning yoshi, kompyuter mashg'ulotlarining davomiyligi, mashg'ulotlarning bolalarga mosligi, mashg'ulotning hajmi, bolalarni har tomonlama ularga ta'lim tizimida yordam berishi kerak. Bolalarda asosan tasviriy faoliyatga qiziqish ko'p bo'ladi. Shuning uchun ularda turli xil san'at turlari orqali ijodiy g'oyalar, fikrlar, hamkorlik qilish imkoniyatlariga ega bo'ladilar. Maktabgacha yoshdagi bolalar o'z tengdoshlari va kattalar bilan birgalikda ijodiy hamkorlik qilish imkoniyatlariga ega bo'ladilar. Hozirgi kunda ular axborot kommunikatsiya texnologiyalari bilan bilish darajasi, foydalanish samaradorligi oshadi. Ma'lumotlarni bilib oldik. Endi sizlar bilan bu dastur orqali, bu yerda Scratch dasturi orqali sizlarga animatsiya yaratishni o'rgataman. Hozir sizlar diqqatingizni menga qaratasizlar, notebookga qaramay turamiz. Birinchi ekranga qaraymiz. Bu yerda platformaga kiramiz. Mana bu yerda mushukcha turibdi. Bu yerda endi talabalar bu yerdan tilni o'zgartirsak bo'ladi. Ichida xohlasanglar rus tili, xohlasanglar o'zbek tilini tanlasak bo'ladi. Mana o'zbek tili yaratildi. Bu yerda xohlagan animatsiyangizni ishlatishingiz bo'ladi. Boshlab o'chiramiz. Yana biz bu yerda o'zimizga kerakli bo'lgan personajni tanlab olsak bo'ladi. Masalan, men qaysidir personajni olamiz bu yerdan. Bizlarga nima kerak? Masalan, menga mushukcha kerak. Hozir mushukcha kerak. Yanada nima kerak? telefondan dasturlar yuklab olib, rasmlarni montaj qilasizlar, videolarni montaj qilasizlar. Mana shunga o'xshagan har xil dasturlar, Photoshoplar, PowerPointlar, masalan, har xil rasmlar ishlash uchun dasturlarimiz bor. Shunday dasturlardan birini hozir sizlar bilan o'rganamiz. Bu dasturning nomi. Bu dastur orqali bu to'rtburchak narsadan o'zingizga kerakli bo'lgan mavzuga qarab 3D formatdagi narsani ko'ra olamiz. Masalan, yerning dumaloq shaklida aylanishini yoki bir dinozavrning yoki tovuqning yoki o'simliklarning qanday o'sishini biz to'rtburchakni aylantirgan holda telefonimizdagi platforma orqali ko'ra olamiz. Hozir sizlarda yuklatilgan platforma bor.
hozir hammangiz telefonlarni olasizlar. Men bu to'rtburchak shakllarni sizlarga tarqataman va ko'ramiz. Sizlar birinchi olinglar. shunday platformalar orqali qandaydir tasvirni yaqindan ko'rish o'rganiladi. Sizlarning telefonlarni pastga qo'yamiz. Bu metodimiz o'zlaringizning stolingizda turadi. Har bir tumaloqda savol yozilgan. Bu savolning rangiga qarab sizlarga guruhga ajratiladi. Bu sizlarning savolingiz. Javoblarni yonidagi 5 ta tumaloq varaqqa yozasizlar va buni gul shaklida har bir burchagini bukragan holda 5 tasini birlashtiramiz. Bu bolalarni dars o'tish jarayoniga oson jalb qilishga yordam beradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonida multimedia texnologiyadan foydalanishni amalga oshirish bu uchun avvalo multimedia to'g'risida asosiy tafsilotlarni qarab chiqamiz. Multimedia atamasining lug'aviy ma'nosi multi ko'p, media muhit degan ma'noni anglatadi. Nisbatan quyidagilardan iborat bo'ladi: bolaning psixologik jihatlari, bolaning yoshi, kompyuter mashg'ulotlarining davomiyligi, materiallarning mozligi, multimedianing shakli, materiallarning hajmi, materiallarning murakkablik darajasi. Multimedia bu maxsus
to'g'ri degan javobingizda harf tepaga qarasin va menga deb ko'rsatyapti. Bugun sizlar bilan STEM texnologiyasini maktabgacha ta'lim tashkilotida qo'llanilishi fanidan multimedia texnologiyasi, elektron resurslar haqidagi mavzumiz yakunlanadi. Diqqatlaringiz uchun rahmat.